هي الحلقات تحفظني بآيات من القرآن، هي الحلقات تملأني بحب المصطفى العدنان، هي الحلقات تحفظني بآيات من القرآن، هي الحلقات تملأني بحب المصطفى العدنان، وأخلص نيتي دوما لرب واحد ديان بروح ملؤها طهور. Sure Haşir tefsiri 11. ayetten başlayıp okuyumuz inşallah. Bismillah, elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Tövende dehtanlağa İbn Kathir rahimuhullah'ın Kur'an-ı Kerim tefsiri Uygurca tercümesi Haşir suresi 11. ayetinden başlayıp okuyumuz inşallah. Ba'de audu billahi mineşşeytanirracim. Münafıklarning özlerining Muhammed aleyhisselamning payg'ambarligini inkar qilgan ahli kitob birodarlarga yurtinglardan chiqarib etilsanglar biz cho'qim sizlar bilan birga chiqib ketamiz. Hargiz sizlarning zininglar hisobiga boshqa odamga itoat qilmaymiz. Sizlarga urush ichilsa cho'qim sizlarga yordam beramiz deyishganligini ko'rmadingmi? Allah guvohlik beradiki, münafıklar çokum yalğancılardır. Eğer ular haydab chiqarilsa, münafıklar ular bilan birga chiqmaydi. Eğer ularga urush ichilsa, münafıklar ularga yordam bermaydi. Bergan taqdirdami yuz o'rib qochadi. Ahli kitob yordamga erisholmaydi. Şübhisizki sizlar ularning dillarida Allohga qaragandimi qo'rqinchliq sizlar. Ya'ni ular sizlardan Allohdan qo'rqqandimi bek qo'rqidi. Bu shuning uchundirki, ular Allohning ulug'ligini tushunmaydigan qavmdir. Ular faqat mustahkam shahar ichida yoki tomlarning oqisida turgandilar, ondan sizlarga qarshi birlashib urush qila oladi. Ularning urushi o'z ichida qattiqdir. Ularni deb o'ylaysan. Halbuki ularning dillari tarqoqdir. Bu shuning uchundirki, ular tushunmaydigan qavmdir. Ular, ya'ni Yahudilar, ulardan ilgari yaqindilar o'tgan qilmishlarining vabolini tetiganlarga, ya'ni mushriklarga o'xshaydi. Ular oxiratda qattiq azobga duchor bo'ladi. Ular, ya'ni munofiqlar, Yahudilarni urushga qiziqtirishga shaytonga o'xshaydi. O'z vaqtida shayton insonga kafir bo'lgan dedi. İnson kafir bo'lgan chaqda shayton men sendan ado judaman, men haqiqatan olamlarning Robbi Allohdan qo'rqaman dedi. Ularning, ya'ni shayton bilan insonning oqibati birlikda davzaq kirish. Davzaqda mangu qilish bo'ldi. Ana shu zolimlarning jazosidir. Munofiqlarning Bani Nazir qabilasiga yolg'on va'da berganligi to'g'risida Alloh taolo Abdullah ibn Ubay va shuningga o'xshagan munofiqlarning Bani Nazir yahudiylarga odam avatib, o'zlarining ularga yordam beradiganligi haqida va'da qilganligini xabar qilib mundaq deydi. Munofiqlarning o'zlarining Muhammad alayhisalomning payg'ambarligini inkor qilgan ahli kitob birodarlarga yurtinglardan chiqarib etilsanglar biz cho'qim sizlar bilan birga chiqib ketamiz. Hargiz sizlarning zininglar hisobiga boshqa odamga itoat qilmaymiz. Sizlarga urush ichilsa cho'qim sizlarga yordam beramiz deyishganligini ko'rmadingmi? Allah guvohlik beradiki, munofiqlar cho'qim yolg'onchilardir. Ya'ni munofiqlar Yahudilarga bergan va'dasida albatta yolg'onchilardir. Chunki ularga Yahudilarga o'zlari niyatida vafo qilmaydigan bir so'zni qildi. Yana bir tarafdan ularning degan so'zlari amalga oshmaydigan so'zlardir.
Şuna Allah Teala mundaq deydi. Eğer ular haydab chiqarilsa, munofiqlar ular bilan birga chiqmaydi. Eğer ularga urush ichilsa, munofiqlar ularga yordam bermaydi. Yani munofiqlar Yahudilarning sepida turib urushmaydi. Bergan taqdirdimi? Yani Yahudilarning sepida turib urushgan taqdirdimi? Yüz örüp kaçıdı. Ehli kitap yardımga erishelmaydi. Mana bu munofiqlarning yordamga erishelmaydiganligini ko'rsatadigan yana bir paketdir. Shubhisizki sizlar ularning dillarida Allohga qaragandimi qo'rqinchliq sizlar. Ya'ni ular sizlardan Allohdan qo'rqqandimi bek qo'rqidi. Alloh Taala bu vaqtda mundaq degan. Ularning orasidagi bir turkum kishilar düşmandan go'yo Allah'ın azabından qo'rqqandek, belki uningdanmi battarroq qo'rqidi. Ular Allah'ın ulug'ligini tushunmaydigan qavmdir. Ular faqat mustahkam shahar ichida yoki tomlarning orqasida turgandilar, ondan sizlarga qarshi birlashib urush qila oladi. Ya'ni ular qo'rqinchoq va to'g'ri yurak bo'lganligi uchun İslam qo'shiniga jang maydonida qarshilik qilishga qodir bo'la olmaydi. Balki ular qo'rg'onlar yoki tomlar orqasida qo'rshovda qolganda o'zlarini mudofaa qilishga qistalganda ondan urush qildi. Ularning urushi o'z ichida qattiqdir. Ya'ni ularning o'zaro dushmanligi qattiqdir. Alloh Taala bu vaqtda mundaq deydi. Biringlarning azobini tetishga qodirdir. Ularni deb o'ylaysan, halbuki ularning dillari taqoqdir. Ya'ni ularni birlashgandek ko'rsan, o'zaro inoqdek faraz qilsan, halbuki ular intayin chechilang'idir. İbrahim Naxai mundaq deydi. Ahli kitob bilan munofiqlar inoq emas. Bu şunun üçündür ki ular tushunmaydigan qavmidir. Ular yani munofiqlar Yahudilarni urushga qiziqtirishga shaytonga o'xshaydi. O'z vaqtida shayton insonga kafir bo'lgin dedi. İnson kafir bo'lgan chaqda shayton men sendan ado judaman, men haqiqatan olamlarning Robbi Allohdan qo'rqaman dedi. İbn Abbas radıyallahu anhuma bu ayet hakkında mundaq deydi. Bu Yahudilar yıkındılar qilmishlarining vabalini tetigan Bani Qaynuqa qabilasining Yahudilarga o'xshaydi. Qatada va Muhammad ibn Ishaq mu bu ayet hakkında İbn Abbasga o'xshash deydi. Munofiqlar bilan Yahudilarning bu vaqadagi misoli to'g'risida. Ular, yani munofiqlar Yahudilarni urushga qiziqtirishga shaytonga o'xshaydi. O'z vaqtida shayton insonga kafir bo'lgin dedi. İnson kafir bo'lgan chaqda shayton men sendan ado judaman, men haqiqatan olimlarning Robbi Allohdan qo'rqaman dedi. Ya'ni ana shu Yahudilar munofiqlarning sizlarga yordam beramiz degan va'dasiga aldandi. Munofiqlar ularga agar sizlarga urush ichilsa, cho'qim sizlarga yordam beramiz degan edi. Haqiqatlar amaliyotga aylanib, Yahudilar qo'rshovga va urushga duch kelganda munofiqlarning ular bilan kori bo'lmadi va ularni halokatga tashlab qo'ydi. Ularning bu misoli shaytonning misoliga o'xshaydi. Shayton insonga kufrni chiroyli ko'rsatdi. Şunun bilen insan şeytan çıraylık gösterken kufrga kirip bo'lganda şeytan insandan ada juda bo'ldi ve men haqiqatan olamlarning Robbi Allohdan qo'rqaman dedi. Ularning yani şeytan bilen insanның aqibati birlikte devzaqqa kirish. Devzaqda mengu qilish. Yani kufrning ve kufrlik qilg'uchining aqibati ve barar joyi mengu qoladigan devzaq cehennem bo'ldi. Ani shu zolimlarning jazosidir. Yani bu her qandaq zolimning jazosidir.
Ey müminler, Allah'tan korkunlar. Her adam ete, yani kıyamet günü için yaxşı əməllərdən nimələrini tayarlığanlıqı qarsun. Allah'tan korkunlar. Allah hakikaten kılıvatkan işlerinlerden tolu haberdardır. Sizler Allah'ını unutgan, şunun bilen Allah ulağı özlerini unutuldurgan kişilerdek bulmanlar. Yani şula pasıqlardır. Ehli devzaq bilen ehli cennet kıyamet günü beraber bulmaydı. Ehli cennet bolsa məqsədki erişkiçilərdir. Taqvadarlıq qilishqa ve kıyamet günü üçün tayarlıq qilishqa buyuruş doğrusuda. İmam Ahmed Munzir İbni Cerir'den onun atısının mundaq degenlikini rivayet qiladi. Biz bir kuni tush vaqtida Peygamber Aleyhisselam'ın qishida edik. Onun qishiga yalan ayak, kiyimleri jul-jul, yengsiz jilki kiyib olgan ve qilich esib olgan bir qavm keldi. Bularning hammasi Muzar qabilasidan edi. Peygamber Aleyhisselam bularning yo'qsul ekanligini ko'rib, chiroyi o'zgarib ketdi ve uyga kirib ketib, qaytib chiqdi-da Bilalni azan o'qishga ve namozga takbir etishga buyurdi. Peygamber Aleyhisselam namozni o'qidi. Andın xutba so'zlab mundaq dedi. Ey insanlar, sizlarni bir insondan, yani Adem Aleyhisselam'dan yaratgan, şu insandan, yani öz cinsinden onun cübtini, yani Havvani yaratgan ve ulardan, yani Adem bilen Havvadan nurgun ayollarni yaratgan Rabbinglardan korkunglar. Bir-biringlardan nersi so'raganda namı bilen so'raydigan Allah'tan korkunglar. Siz rahmini üzüp qo'yishdan saqlaninglar. Allah hakikaten sizlarni, yani bütün ahvolinglarni kuzatib turg'uchidir. Ve Sure Haşir'deki her adam ete, yani kıyamet günü üçün yaxşı əməllərdən nimələrini tayarlığanlıqı qarsun degan ayetini okudu. Ademler tilla, tenge, kiyim-kechek qatarlıq nəslərini, buğday ve xormalarını sadaqa berdi. Hatta Peygamber Aleyhisselam bir qavminin yerimini bolsumu sadaqa qilinglar dedi. Ensarilardan bir adam qo'llari aran ko'targan bir xaltanasini ilib kelib sadaqa qildi. Ondan kishilar arq-arqadan sadaqa berishga boshladi. Hatta men ochliq ve kiyim-kechekdan toplangan 2 dövünü gördüm. Bunun bilen Peygamber Aleyhisselam'ın chiroyining içilip qayg'u hasratdan asar qalmaganligini gördüm. Peygamber Aleyhisselam mundaq dedi. Kimiki İslamda bir yaxshi ishni yo'lga qo'ysa, onunğa o ishning savobi ve onundan keyin şu ishga amal qilganlarning ajrlaridan hech narsa kemaytib o'tilmasdan bir kişilikten savab yazıldı. Kimiki İslamda bir yaman işini yolga qo'ysa, onunğa o işnin günahı ve onundan keyin şu ishga amal qilganlarning gunohidan hech narsa kemaytib o'tilmasdan bir kişilikten yazılıp turdi. La ilahe illallah Muhammeden Resulullah. Ey müminler, Allah'tan korkunlar. Allah Teala bu ayette müminlerini takvadarlık kılışkı buyurdu. Çünkü takvadarlık kılış, buyurulgan işini kılış ve çeklengen işini taşlaşını öz içine aldı. Her adam ete, yani kıyamet günü için yaxşı əməllərdən nimələrini tayarlanlıqqa qarısın. Yani sizler hesap qıtartılışdan ilgiri özіңlardan hesap elinglar. Kıyamet günü için ve Rabbinglarning oldiga qo'yish uchun yaxshi amallardan nimalarni o'zinglarga saqlaganliginglar qaranglar. Allohdan qo'rqinglar. Allah haqiqatan qilayotgan ishlaringlardan to'liq xabardordir. Yani sizlar amal qilinglar. Allah sizlarning bütün amalinglarni ve ahvolinglarni bilguchidir. Allohga hech narsa maxfiy emas. Sizlarning ishinglarning cho'ng kichikning hammasi Allohdan yo'shirun qolmaydi.
sizlar Allohni unutgan, shuning bilan Allah ularga o'zlarini unutildirgan kishilardek bo'lmanglar. Ya'ni Allah Taolani eslashni unutmanglar. Allah Taolani eslashni unutsanglar, Allah sizlarga qiyomat kuni o'zinglarga asqatadigan yaxshi amallarni qilishinglarni unutildirdi. Chunki jazo amalning o'z tipidan bo'ladi. Shunga Allah Taala mundaq deydi. Ayni shular fosiqlardir. Ya'ni Allah Taala'nın itoatidan chiqqan, qiyomat kuni ziyon tortadigan va halok bo'ladigan kishilardir. Allah Taala bu vaqtda mundaq degan: Ey mu'minlar, mollaringlar va ballaringlar sizlarni Allohning zikridan, ya'ni Allohning taat ibodatidan g'aflat qoldirmasin. Kimlarki shunda qiladi ekan, ular ziyon tortquchilardir. La ilaha illalloh Muhammadur Rasululloh. Cennet ahli bilan davzaq ahlining barobar bo'lmaydiganligi to'g'risida. Ahli davzaq bilan ahli jannat qiyomat kuni barobar bo'lmaydi. Ya'ni Alloh taolaning hukmida davzaq ahli bilan jannat ahli qiyomat kuni barobar bo'lmaydi. Bu vaqtda Alloh taolo mundaq degan: Yaman ishlarni qilganlar, ya'ni gunohkor kuffarlar o'zlarini iymon etgan va yaxshi amallarni qilganlardek qilishimizni, hayotlikda, mamatlikda ular bilan o'xshash qilishimizni o'ylamdi. Ya'ni ularni o'xshash qilishimiz mumkin emas. Ularning chiqargan hukmi nima degan yomon? Ama bilan ko'zi ko'radigan odam, ya'ni mu'min bilan kofir barobar bo'lmaydi. Iymon etgan, yaxshi amallarni qilgan odamlar bilan yomon ish qiluvchi odamlar barobar bo'lmaydi. Sizlar oz vazn nasihat olasizlar. Iymon etgan va yaxshi amallarni qilganlarni yer yuzida buzg'unchilik qilganlar bilan o'xshash qilamdik yoki taqvodorlarni fojirlarga o'xshash qilamdik. Ya'ni nurg'un oyatlarda Alloh taolaning yaxshi kishilarni hurmatga sazovor qildiganligi, gunohkorlarni xorliqqa giribtor qildiganligi bayon qilingan. Ahli jannat bo'lsa maqsadga erishuvchilardir. Ya'ni g'olib va buyuk Allohning azobidan salomat qilib nijotlikka erishuvchilardir. Alhamdulillah. Yuqorida sura Hashir tafsiridan 20-oyatgacha angladinglar. Oxirini keyin qitimliq o'qishimizda davomlashtiramiz inshaalloh. Va sallallohu ala Muhammad va ala alihi va sahbihi ajma'in. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.